Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Efus Power kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda ko'radigan bo'lsak, yangi futbolchi kelibdi aytmoqchiman. Mana bu penaltidagi futbolchilar bor edi-ku, o'shalarning bittasini tushirdim. O'shani hozir shaqillatgan holda, yorvoration qilgan holda yana bir yorib tashlaymiz akalar. Like'lar bosib qo'yinglar va hozir bitta penaltini gol ura olmaymiz va boshlaymiz. Oldindan bilaman-da, ko'ryapsizlar. Gol ura olmadik-ku. Tak, hozir ko'ramiz, endi qaranglar. Ura olmadik. Endi hozir mana bu kimdir tushdi menga. Hozircha sir. Mana bu yerda ko'rsataman kim tushganini. Hozir qaranglar. Tak. Mana akalar, kim tushgan? Ana akalar, bilet tushmadi-da shu. Tak, mana bu tushdi. Okazaki tushdi. Okazaki juda ham zo'r o'ynaydi. Endi ko'ramiz hozir. Mana shu yoqmadi, lekin bitta narsasi ham yoqmadi-da shu. Nima deyotgan bo'lsalaring, mana bu long range tekka balo bormi? Hujumchiga, long range tekka nima kerak bunga? Dальнядор miyacha. Topa olmay. Bu mayli deydi, bo'pti akalar. Like bosib qo'yinglar va boshladik, qarchi. Shaqilatgan holda hozir boshlaymiz akalar. Men bu taktikani tanishtirib o'tib ketaman, tarkiblarni ham tanishtirib o'tib ketaman. Keyin raqibnikini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir ko'rasiz, mana bu taktikamiz. Endi hozir bu Okazakini biz qo'yamiz. Qansan Okazaki? Mana ekan akalar. Tak, hozir bu nechi bo'lar ekan degan savolga biz javob topamiz. Mana bu yerda. Mana Bruzikni o'ynaydi. O, Bruz bir bo'lar ekan, yaxshi, Bruzi bir. Video yaxshi ketdi. Dedi akalar, mana ko'ryapsizlar, hujumga qo'yiladi, apiziga o'ynanar ekan. Darajani mana apiziga qo'ydik. Endi buni statistikasini ko'rsatib o'tib ketishim kerak sizlarga. Statistikasiga keladigan bo'lsak, отвлекающий 91 умение, 91 kontrol, 89 dribling, 88 удерживание. Так, 95 реализация, Карл, voy bu, 82 игра головой. Так, 73 подкрутка, bu подкруткasiga chichatligim bor. 76 умение защищаться, 72 подкат. Mabbala, hujumchimiz, защитник bo'lmagan. 82 skorost. 85 ускорение ekan, sila udar ham normal bo'ladi. Pruyuchi 81. Bu kalada yaxshi o'ynaydi o'xshaydi akalar. 77 goldan bo'lmabdi. Kalada zo'r o'ynaydi. Qarchi akalar, hozir onlayn bitta match o'tkazamiz va baho beramiz o'yiniga buni. Tak, hozir match boshlangan joydan boshlaymiz akalar. Let's go. Raqibni bombardimon qilgan holatda o'ynaymiz hozir akalar. Bombardimon deydi. Hozir raqib komandasini ko'rsatib o'tib ketaman. Raqib ikkinchi diviziondan ekan, biz ham ikkinchi divizionga tushib ketdik, enamizni ko'rib ketdik. Qarchi hozir mana Shinji Okazaki bilan hozir biz mana bu raqibga qarshi o'ynaymiz. Shu raqibda, mana shu raqib enalarini ko'rsatgan holatlarda harakat qilaman. Sizlar like bossanglar bo'ldi. Agar like bosmasalar yutqazaman akalar. Oxirida aytib o'taman. Hazlashyapman akalar yana. Tak, ko'ramiz hozir. Aytmoqchi. Mana bu freelarda kim olyapti? Kim tushdi? Kommentga qanday yozaveringlar. Menga hech kim tushmayapti-ku. Ish qilib yursa ham tushmayapti-da. Bunaqasidan qo'ysalar ham tushmayapti-da. Bu nimaga unaqa bu? Qanaqa tushirish kerak? Qanaqa tushiryapsizlar sizlar? Bularga Zanetti tushyapti. Bularga Raul tushyapti. Raul debman. Xavi Alonso. Qanday tushiryapsizlar uni? Tushirolmayapman. Nav akalar, kim olasizlar agar tanlashga beradi-ku, o'shanda kim olasizlar? Kim sizlarga yoqyapti? O'shani ham bitta aytib ketasizlar, kommentlarda. Ko'rib o'tiraman, endi ko'ramiz. Juda ko'p bor-da akalar. Komment ko'rsatib debman, qarchi. Telegram kanalda ko'rasizlar o'zlaring. Men Telegram kanalimda ekranda bundoq bo'ladi, o'sha yerda bo'ladi akalar. Biz Telegram kanalimizda keyin kuchaytirishlar tashlayapman. To'g'ri kuchaytirish, qanaqa to'g'ri kuchaytirish kerak, qanaqa ma'no qilish kerak, nima qilish kerak, shular hammasini tashlayapman akalar. Shuni ham ko'rib Telegramga o'tib qo'yasizlar va Instagramimizdan bor. Instagramda editlar hammasi bor. Edit kutaman akalar sizlardan. Davay, ketdi o'yin akalar, davay, xonim bu Okazaki chiqish boshladik. Yo'q. Bu yo'raga qarshi. Davay.
Ko'k kuchudi va. Qaralar, Rivaldodan pas. Yana. Yo'q, yaxshi. Yo'q, yaxshi. Kim kelyapti? Qaytar! Yaxshi, Henderson, hozir yaxshi hujum. O'tdik. Okazaki yuguray, nima bu? Jinnimi bu? Ha, hujumchini o'ziga tortadi bu aytmoqchi. Ha, men tushundim. Ha, bu hujumchini o'ziga tortadi. Oyoq cho'zishini ko'rdinglarmi oyog'ini? Long range tank bo'lganidan keyin cho'zatdi. Ana yana qaytadi. Pas. Okazakidan pas. Va, davay Pedrijon. Nima qilyapsan? Okazaki davay. Oyog'ini cho'z. Ikkita long range tankimiz bor. Ko'ryapsizlar? Bo'laveradi. Hozir mana Pedri. Hop. Hoppa. Bu cho'ta, voy, bu shunday. Ularda 5 deydi. Rashimizda 5 deydi. Low screamer qilib bo'ldi Rivaldo. Bizda davay. Okazaki gol. Uncha og'ir bu, agar olmaylar bo'lmas ekan. Rosa og'ir ekan. Hozirdan aytaman. Igragalovoy paslari zo'r bo'lsa kerak deb o'ylabman. Men ham og'ir bo'lib qolib Shevchenko. Davay Mbappéga. Hacı Diouf yapası. Voy bu 6 ta antena o'tgan uni ko'rdinglarmi? Voy bu. Antenasi dahshat bu ne? Qayta. Qayta yaxshi. Mana. Davay hoppa ketdi akalar. Chetdan zarba beraveramiz. Mana gol akalar, birinchi gol akalar. Lekin bu yerda Okazaki qatnashmadi deyapti sizlar, to'ppa to'g'ri akalar. Men uzr so'rayman. Endi bu yerda Azarga berilib ketgan holatda gol urib qo'ydimda endi. To'g'ri tushunasizlar endi. Yani bilasizlar o'zlaring ham endi. Va Okazakini bu yerda foydasi ham bo'ldi. Nega deslaring, u zashniklar o'ziga chaqirar ekan. Orqaroqda o'ynar ekanda, aplikasiya shu orqaga qaytadi. Zashniklar o'ziga keladi. Men tushunyapsizlarmi gapimni? Tushunmadik deyotganlaring, men ham tushunmadim o'zim. O mana Okazaki ochiladi. Ko'rasizlar? Okazaki, Pasaki, Okazakidan pas, o'xshamadi akalar. To'g'ri, Henderson, Pedri, Okazaki, Pedriana, Okazaki. Golni qaranglar akalar. Qanaqa gol bo'lyapti? Okazaki shaqallatib yurum degan gollardan bo'lyapti. Zo'r o'ynayapti hozircha. Kim aytdi yomon o'ynaydi deb? Nima deyapsizlar? Kim aytdi uni? Boya gapirdinglar-ku. Nima aytyapsizlar? Zo'r o'ynaydi Okazaki. Men aytaveraman-da. Tanab qo'ydingiz, to'g'ri aytyapsizlar. Tanab qo'ydingiz. Akalar shunaqa, qarochi. Zo'r o'yin bo'lyapti, ko'rasizlar, 2-0 bo'lyapti. Qarochi, mana ikkinchi taym boshlagan joyda boshlandi ekan. Duel. Ikkinchi taymimiz boshlanmoqda akalar. Va boshlanib ham ketdi. Gapirib o'tirmayman. Duel Musoyala olib qo'yishga harakat qiladi, lekin o'qi. Bo'lmayapti, Okazaki davay. Long range tank, nimaga long range tank qilib qo'ygan, men shunga tushunmadim-da. Mana pas beradi. Bu pas beradi. Ko'ray shunday paslarni. Bar foydasi yo'q-da bu. Kim aytayapti boya foydali deb? Foydali, to'g'ri. Davay. Voy, shu. Olmasin. Yaxshi. Ol. Yine Hacı Diouf. Ana bak, bu faylan borshin qarang. Pedri nima qilyapsan? O'zing ham bilmaysan. Voy, mana gol. Gol emas. Bizda Henderson mavjud. Henderson eng zo'r free kartalardan bittasi desak ham bo'ladi. Davay, tepadan pas Okazakiga. Yaxshi Henderson, davay. Pedri nima qilyapti akalar? Pas. Ya Pedri yugurandi, olib qo'yindi, davay endi. Ana endi, gol. Bo'lma, chichordi aka. Yo'q. Davay Diouf, davay. Diouf.
Давай, Диог, Этон dadasi, давай. Рапенья. Этон dadasi. Pedrinho. Pas qo'yadi bo'ldi. Yo'q, shunday paslardan bo'ldi. Xo'p. Ay, ana. Qoqilib ketdi, oyog'i og'ridi, akalar ko'rdinglar. Pas berib ketdi. Okazaki o'zingizga. Okazaki ketdi. Voy, bu kimga tashadi bu? Mayli, Ferdinand, Henderson, Pedri, Musiala, Shevchenko, yana, mana. Bo'lmaganga. Yana, ochilib qolyapti. Yugurib turardim. To'xtat. Voy, yo'q qo'ydingmi marras? Attinasi zo'rda, bo'lmasa mendan zo'r bo'lgan u shaqillatgan bo'lar edim. Borku. Rapshi. Voy, короче, mana ikkinchi taymda bitta gol o'tkazdik, hujum qila olmayapmiz. Deganlaring, o'q qo'ymoq Shevchenko ochilmayapti. Menga pas kelmayapti deyapti Shevchenko. To'g'ri aytyapti. Shevchenkoda ham gapida jon bor. Sen o'zing ham chiqaryapsan Shevchenko. Kafuga pas bersalaring yetib ola olmaydi. To'g'ri aytib yetib ola olmaydi. Okazaki. Hech qilgan qaranglar akalar. Voy bo, Pedri. Voy bo. Namuncha, Pedri nima qilyapsan? Buncha qiyshiq tepasan. Bunaqa qilmay endi, bo'lmaydi, bunaqa qilmaydi. Mayli. Kala qo'ylaring yutding, kik qo'ymaylik. Qaytar, shu. Okey. Zo'r bo'lardi. Okazakidan pas bo'lish kerak edi. Lekin gol urdi akalar, uni o'qimaymiz, ko'rmaymiz. Qaytaray. Yaxshi. Tugadi akalar. Ko'rdinglar, mana o'yin tugadi. Ko'ryapsizlar. Endi keyingi videomiz kim haqida bo'lsa, shuni ham bitta pastga borasizlar akalar. Bir borsanglar bitta pastga o'sha qaysi kim o'ynatishimizni o'sha yerda hal qilamiz. Kommentda hal qilamiz va Telegram kanalida ham hal qilamiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va like bosib qo'yinglar va Telegramga ham o'tib qo'yinglar. Sizlar bilan har doim Efus Power kanali bo'ldi. Mana har doimlik o'sha qoqoq yoroq Efus Power kanali. Ko'rdinglar, mana yoramiz, yutamiz, O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'taramiz. Duoy, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.